Cobalt bilan Gentra'ni kapotini tagida bir xil narsa bo'ladi deb o'ylashadi, lekin unaqa emas. Hamma motori bir xil degani bilan ko'p narsasi boshqacha bo'ladi. Hozir sizlarga tushuntirib o'taman. Suv-bachok Cobaltda mana bunaqa holatda bo'lsa, Gentra'da bunaqa holat. Предохранитель blok to'rtburchak katta holatda bo'lsa, Gentra'da mana bunaqa holatda. Motori kompyuteri ikkita shtekerli bo'lsa, Gentra'da bitta shtekerli. Воздушный bachok Cobaltda to'rtburchak kichkinaroq bo'lsa, Gentra'da uzunchoq. Iskra beradigan babinasi ham boshqacha. Gentra'da 3 ta simli bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, 3 tali. Cobaltda 4 ta simli bo'ladi. Motor podushkalari ham boshqacha bo'ladi. Bunisi Gentra, bunisi Cobalt. Endi programma va elektrika qismida qaysi biri ustun desanglar, albatta Cobalt deyman. Chunki Cobaltda kompyuterda parametri juda ham ko'p bo'ladi. Chip tuning qilib xohlagancha programmasini o'zgartirsa bo'ladi. Va Cobaltda bortoviy kompyuter mavjud. Gentra'da bo'lsa bortoviy kompyuteri bo'lmaydi. Shuning uchun bunda cruise control, yana boshqa funksiyalarni bortoviy kompyuter orqali yoqsa bo'ladi. Cobalt men uchun elektrika va programma qismida ancha ustun turadi. Bu videoni Cobalt yaxshimi, Gentra yaxshimi deb talashib yuradigan tanishlarga jo'natib, avtomobil haqida qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Omonat dunyoda omon bo'linglar. Like bosib, kommentariy yozishinglar shart emas. Joningiz sog' bo'lsin.